Haqiqatda Hazratni asarlari orasida mana yuqorida ham aytdingiz, ixtiloflar, sabablar, yechimlar asarlari ham juda ham xalqimiz o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan, sevib o'qilgan kitoblardan bittasi. Jasur aka, Hazratni o'z umuman ilmiy faoliyatlari, asarlari jamiyatdagi ixtiloflarni barham qilishda qanchalik ahamiyatli va qanchalik muhim rol o'ynagan? Hazrat haqiqatda juda to'g'ri ta'kidladingiz. Umuman butun faoliyatlari o'zi jamiyatda barqarorlikni ta'minlash, musulmonlarni o'sha haqiqiy vasatiy deb atalgan shu o'rtamiyona, mo'tadil islom ta'limoti asosida amal qilishlariga xizmat qilishga qaratilgan edi. Ularning xizmatlari endi juda katta, beqiyos shu asarlari asosida, amaliy faoliyatlari asosida ko'ringan. Yuqorida aytib o'tgan kitoblaringiz, Hazrat doimo jamiyat bilan hamnafas bo'lganlar va jamiyatda qanday muammo chiqsa o'zi o'shanga qarab kitob yozganlar yoki ma'ruzalar qilganlar, audiolar qilganlar yoki o'sha zikr ahlidan so'rang turkumida savol-javoblar tashkil qilib, o'sha savolga javobni berib qo'yganlar. Ya'ni odamlar chalg'ib ketayotgan paytda, qandaydir noto'g'ri oqimlarning ta'siriga tushib qolayotgan paytda darrov bunga reaksiya qilganlar.